Agar bu narsani siz oldinroq bilganingizda edi, allaqachon Exceldan voz kechgan bo'lardingiz. Ishlab chiqaruvchi korxonani Excelda boshqarish xuddi stanokni qo'l bilan yuritishga o'xshaydi. Qiyin, sekin va xatoga to'la. Haqiqat shundaki, Excel faqatgina o'tgan vaqtni ko'rsatadi va tartibsizlik keltirib chiqaradi. Ishlab chiqarish esa faqatgina real vaqtda xaossiz ishlay oladi. Bu xaosdan chiqish yo'li esa raqamlashtirish. Chunki raqamlashtirilgan sistema ishlab chiqarishdagi jarayonlarni real vaqtda ko'rsatishni boshlaydi. Aniqrog'i, buyurtmalarni, foydani, xatoni, tannarxi, skladni hammasini aniq va sonlarda ko'rishni boshlaysiz. Agar rostdan ham ishlab chiqarishingizni yangi bosqichga olib chiqarmoqchi bo'lsangiz, Exceldan voz kechish vaqti keldi. Hoziroq bizning kanalga obuna bo'ling va to'g'ri raqamlashtirishni biz bilan o'rganishni boshlang.